Islam Makhachev Yan Machadogarini mag'lub etib, kamarini himoya qilgandan keyin UFC'da vaziyat yanada qizib ketdi. Islomni barcha davrlarning eng buyuk jangchisi deb atayotganlar ko'paymoqda. Ammo bu gaplar Jon Jonsga umuman yoqmadi. Jon Jons tarixiy natijalarni eslatib, Islomga qarshi keskin javob qaytardi. Buning ustiga Islomning navbatdagi raqibi bo'lish kutilayotgan Carlos Prates ham jim turmadi. Braziliyalik yangi shartnoma imzolaganini va keyingi jangi chempionlik uchun bo'lishini aytib, Makhachevni qanday mag'lub etishini ham ochiqchasiga aytdi. Demak, bugungi videoda Jon Jonsning Islom haqidagi keskin bayonoti, Makhachevning tarixiy natijasi va Carlos Prates bilan kutilayotgan dahshatli jang haqida gaplashamiz. Videoga like bosing, biz esa boshladik. Jon Jons Islomning dunyodagi eng zo'ri deb atalishiga javob qaytardi. Islom Makhachev Yan Garini mag'lub etgandan keyin ayrim muxlislar va mutaxassislar uni UFC tarixidagi eng buyuk jangchi deb atay boshladi. Ammo ikki vazn toifasida sobiq UFC chempioni Jon Jons bunga javobsiz qarab tura olmadi. Jons ijtimoiy tarmoqlarda shunday yozdi: Sizlar jiddiy ravishda men shunchaki chetga chiqib, boshqa birovni eng buyuk jangchi deb atashingizga yo'l qo'yaman deb o'yladingizmi? Sizningcha keyingi 16 karra jahon chempioni kim? Bundan bir kun oldin esa Jon Jons UFC tarixida eng ko'p chempionlik janglarida g'alaba qozongan jangchilar ro'yxatini e'lon qilgan edi. Bu ro'yxatda Jon Jons birinchi o'rinda, Islom esa hozircha ancha pastda turadi. Ya'ni Jonsning asosiy argumenti oddiy. Islomning hozirgi seriyasi qanchalik kuchli bo'lmasin, buyuk maqomi uchun uzoq yillar davomida chempionlik darajasida hukmronlik qilish kerak. Islom buyuklik reytingida qayerda? Bu masalada yana bir sobiq 2 karra divizion chempioni Genri Cejudo ham o'z fikrini aytib o'tdi. Uning aytishicha, Islomning hozirning o'zida barcha davrlarning eng buyuk jangchisi deb atashga hali erta. U shunday dedi: Agar barcha davrlarning eng buyuk jangchisi haqida gapiradigan bo'lsak, bu Jon Jons. Agar Islom barchani mag'lub etishda davom etsa, kelajakda uni Jorj St-Pierredan ham yuqoriga qo'yishi mumkin. U o'zining buyuklar ro'yxatida birinchi o'rinda Jon Jonsni, undan keyin Dimitriy Jonson va Anderson Silvani qo'ydi. 4-o'rin uchun esa Jorj St-Pierre yoki Islom Makhachevni tanlash mumkinligini aytdi. Uning fikricha, ikki vazn toifasida chempion bo'lishning o'zi emas, balki ikkala kamarni ham muvaffaqiyatli himoya qilish jangchini alohida darajaga olib chiqishi mumkin ekan. Shu sababli u hozircha Ilya Topuryani ham o'zidan yuqoriga qo'ymaslikni ta'kidladi. Islom yana tarix yozdi. Islomning buyuklik haqidagi bahslarga kirib kelish ham bejiz emas. O'tgan dam olish kunlari Makhachev Gariga qarshi 5 raundlik jang o'tkazib, uni hakamlarning bir ovozdan chiqarilgan qaror bilan mag'lub etdi. Shu tariqa Islom yarim o'rta vazndagi chempionlik kamarini ilk bor muvaffaqiyatli himoya qildi. Eng muhimi, Makhachev Anderson Silvaga tegishli bo'lgan rekordni yangilab, UFC tarixidagi eng uzun g'alabali seriya bo'yicha yangi rekord o'rnatdi. Ammo Islomning oldida endi mutlaqo boshqa xavf paydo bo'lmoqda. Uning nomi Carlos Prates. Prates shunday dedi: Islomni nokaut qilish kerak. Carlos Prates Islom va Gari jangini arenadan shaxsan kuzatdi. Jangdan so'ng esa braziliyalik Makhachevni 5 raund davomida ochkolar hisobida mag'lub etish deyarli imkonsiz ekanini tan oldi. Prates shunday dedi: Hozir Islom bilan 5 raund jang qilib, uni ochkolar bo'yicha kim mag'lub eta olishini bilmayman. Balki Amosovdir. Ammo hozir buni hech kim qila olmaydi deb hisoblayman. Shundan keyin u eng muhim gapni aytdi: Makhachevni mag'lub etishning eng oson yo'li uni nokaut qilish. Bu Pratesning shunchaki balandparvoz gapi emas. Braziliyalik aynan zarba kuchi va nokautlari bilan UFC'dagi eng xavfli jangchilardan biriga aylangan. Ammo qizig'i, Prates Islomning jang uslubini umuman yoqtirmasligini ham yashirmadi. Menimcha Islomning uslubi zerikarli. Kurashchilar jangni yerga olib tushishini tomosha qilish menga yoqmaydi. Qizig'i, o'zim mashg'ulotlarda hozir zarba berishdan ko'ra grappling bilan shug'ullanishni ko'proq yoqtiraman. Ya'ni Prates Islomning uslubini yoqtirmaydi, lekin aynan shu uslubni yengish naqadar qiyinligini yaxshi tushunadi. Carlos Prates UFC bilan yana 8 ta jangga mo'ljallangan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolaganini ma'lum qildi. Va braziliyalik aytishicha, yangi shartnomadagi birinchi jang oddiy jang emas. Bu Islom Makhachevga qarshi chempionlik jangi. Prates Ariel Helwani bilan suhbatda shunday dedi: Men keyingi chempionlik da'vogariman. Eng muhimi shu. Men 8 ta jang uchun yangi shartnoma imzoladim va ularning birinchisi chempionlik jangi, dedi Carlos Prates. Shuningdek, u yana bir kuchli da'vogar Michael
Morales haqida ham gapirdi. Pratesning fikricha, Morales hali chempionlik jangiga tayyor emas va avval yana bir kuchli raqibni mag'lub etish kerak. U hatto Morales uchun Belal Muhammad kabi yuqori reytingdagi raqibni taklif qildi. Xulosa qilib aytganda, shunday qilib Islam Makhachev atrofidagi vaziyat tobora qizib bormoqda. Bir tomonda uning rekordlari ko'paygani sari boshlangan buyuklik bahslari va bunga o'z taxtini berishni istamayotgan Jon Jons. Ikkinchi tomonda esa Islomning navbatdagi kamariga ko'z tikkan, uni ochkolar hisobida yengish deyarli imkonsizligini tan olayotgan, ammo nokaut qilishga va'da berayotgan Carlos Prates. Agar bu jang rasman tasdiqlansa, biz juda qiziq qarama-qarshilikni ko'rishimiz mumkin. Islomning elit darajadagi kurashi va nazorati Pratesning dahshatli nokaut kuchiga qarshi. Islom Pratesni ham mag'lub etsa, uning buyuklik haqidagi da'volari yanada kuchayadi. Prates g'alaba qilsa esa, UFC'dagi eng katta sensatsiyalardan birini amalga oshiradi. Sizningcha hozirning o'zida Islam Makhachevni Jon Jons bilan bir qatorda buyuk deb atash mumkinmi? Va Carlos Prates Islomni haqiqatdan ham nokaut qila oladimi? Fikrlaringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Sizlar bilan doimgidek Tahlil MMA kanalida keyingi videolarimizda ko'rishguncha barchangizga xayr.